MTZga va Samosvalga ish bor. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari uchun. Samosvalga rossiyskiy prava shart emas. MTZga pravasiz paka ishlab tursangiz bo'ladi, lekin birinchi oyingizdan prava bilan ishga qabul qiladi. Batafsil to'liq ma'lumot olish uchun oxirigacha ko'ramiz va videoni sizlarga tarqatamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Murod Qodirov. Do'stlar, MTZdan boshlaymiz. MTZga ish bor Sankt-Peterburgda. Soatiga oz boshida oyga 100 ming rubl. O'zi sezon boshlangan qor yog'ib nima boshlagandan keyin soatiga 500 rubldan pul beradi. Пока что без prava ishga oladi. Lekin keyinchalik o'zi rossiyskiy prava olishingiz kerak birinchi oylikdan. Kimga agar rossiyskiy prava kerak bo'ladigan bo'lsa, menga video oxirigacha ko'rsangizlar, nomerimni qoldiraman. Shu nomerga murojaat qilsangizlar, xudo xohlasa men sizlarga prava olib beraman. Ish bo'yicha nomerni описаниеda qoldiraman. Ikkinchisi, Samosvalga ish bor. 2 yildan ko'proq optga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolari uchun yoki Qirg'iziston, Tojikiston fuqarolari uchun ish bor. O'zbek-tojik prava o'tadi. 2023-2024 yil Samosval, Shagman, Xovot shunga o'xshagan katta mashinalarga ish bor. Ish Sankt-Peterburgda oyligi 110 ming rubldan boshlanadi va uyog'i 150 ming rublgacha. Bir oyda 2 marta oylik ish официально. Tezroq nomerlarni telefon qilasiz, yotoq joy beradi. Nomerlarni описаниеda qoldirib o'tdim va men telefon qilsangiz mumkin bo'ladi. Videoni sizlarga tarqatib qo'yamiz va kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysangiz so'rab qolaman. Zo'r yangilik. Endi bugundan keyin xudo xolasa o'sha dekabr oyiga yoziladigan odamlar uchun 6-razryad olish imkoniyati bor. Ana bizni nima? Mana biz bu odam bo'ldi mana. Olmasangiz bo'lmaydi mana. 5 kategoriya olyapti akamiz. Eng ko'p kategoriya, eng asosiy atmetkasi ko'p olgan odamlar mana ekzamen topshiryapti. Gap yo'q aka. Mana shu akamiz Perimdan keldi. Perim aka qancha vaqtda keldingiz? Assalomu alaykum. 1,5 kunda. 1,5 kunda. Mana shu Murodjonni ishlayveradi. Kimga prava kerak bo'lsa. Kelib, mana hammasi abdushiy bo'ldi. Mana yo'l hech narsa emas. Odamlar ko'pchiligi pulni nima qiladi, hisob-kitob qiladi, lekin o'tgan umrni hech kim hisoblamaydi. Arziydi, harakat qilsa bo'ladi.